Assalomu alaykum UzAvtotrans foydalanuvchilari va kuzatuvchilari. UzAvtotrans davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar reyslari haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Toshkent Moskva dushanba payshanba 18:00 da yuradi. Chipta narxi esa 865 ming so'm. Shuningdek, bizda Toshkent Perm yo'nalishi bo'yicha hafta kunlarining seshanba va juma kunlari 17:20 da yurishadi. Bilet narxi 615 ming so'm. Kunora Toshkentdan Astonaga ham reyslarimiz mavjud bo'lib, chipta narxlari 395 ming so'm. Bizda har chorshanba Toshkent Tyumen yo'nalishi bo'yicha ham reyslarimiz bor. Mahalliy yo'nalishlarda esa Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on, Sherobod, Termiz, Denov, Uzun yo'nalishlari ham mavjud. Shuningdek, Qarshi yo'nalishi bo'yicha Toshkent-Qarshi, Toshkent-G'uzor, Toshkent Shahrisabz yo'nalishlari bo'yicha ham bizning UzAvtotrans avtobusi bilan yo'lingizni davom ettirsangiz bo'ladi. Har kuni Toshkentdan Zominga 16:00 da ham reyslarimiz mavjud. Shuningdek, Toshkent-Navoiy yo'nalishi bo'yicha har kuni ertalab soat 9:30 dan reyslarimiz yo'nalishlari bor. Batafsil ma'lumotlarni quyidagi raqamlardan bilib olishingiz mumkin. Bizga obuna bo'ling hamda like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.